Salom do'stlar, bugun biza to be ni savol formasini ko'rib chiqamiz. Savol bu question deyiladi. Question. Xo'p, eslida bo'lsa, to be bu fe'l edi va buning tarjimasi bo'lmoq edi. Man bo'laman doktor. I am a doctor. Va to be da bizda 3 ta bolasi bor edi. Bu is, are va am. Va ularga tegishli olmoshlar is bu birli bo'lgani uchun he, she, it. Are ko'pli bo'lgani uchun they, we, you. Va am esa bittagina I. Ya'ni he is, she is, it is. They are, we are, you are. I am. Hop. Masalan, I am a teacher. Buni biz savol qilishimiz uchun to be ni olib boshiga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. You are a teacher. Are olamiz va boshiga o'tkazamiz. Shunda bizda are you a teacher bo'ladi. Va savoli bilan oxirida are you a teacher? yoki are you a doctor? Are you Uzbek? Is he Uzbek? Is he a doctor? Is he a teacher? bo'lib o'tadi. Rahmat.